mani onam deydi, otamga rosa ko'p gap qaytarardi, mana men erimga gap qaytarmayman dedi. Ya'ni ular anti ssenariy qiladi. Ya'ni onasini gap qaytarishi otasiga bu yomon deb idrok etib qolganda, endi gap qaytarish tugur bu ayoli fikrini ham bildirmaydi. Nimaga? Chunki men fikrimni bildirsam ham, gapirsam ham onamdagi bo'lib qolaman va hozir janjal bo'ladi, erim o'zini qadrsiz his qiladi deb butun emotsiyalarini ichiga bostiradi-da. Aslida kimdir ssenariy bo'yicha onasiga o'xshab erini qadrsizlanadigan ayollar bo'ladi. Qaysi qizdir nabarotini qiladi, anti ssenariy qiladi. Men unaqa bo'lmayman, onamdagi bo'lmayman deb o'zini sog'lom agressiyasini, sog'lom fikrlarini ham bostiradi. Chunki uni nazarida gapirsam onamdagi bo'lib qolaman deb o'ylaydi. Agar siz o'z ssenariyingizda yashashni istasangiz, onglilikda yashashni istasangiz, men sizga o'zimni hozir va shu yerda transformatsion kursimni tavsiya etaman. Agar sizga bu kurs qiziq bo'lsa, kommentariyalarda bir raqamini qoldiring.